Assalomu alaykum. Bugun Captopril dori vositasi, yo'tal chaqirish mexanizmi va Captoprilni qachon qabul qilish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, Captopril dori vositasi o'zi yurak yetishmovchiligida, qon bosimi ko'tarilishi kasalligida va undan tashqari diabet kasalligiga uchragan bemorlarda buyrak funksiyasi buzilgan holatlarda ishlatilishi mumkin. Endi Captopril qabul qilgan insonlarning 5-20% da yo'tal yuzaga keladi va bu yo'tal ko'pincha tinimsiz quruq yo'tal bo'ladi va dorining to'xtatilishiga sababchi bo'ladi. Endi kelinglar gaplashib o'tamiz Captopril qanday qilib yo'tal chaqirishi to'g'risida. Endi bu yerda renin angiotensin aldosteron sistemasi ko'rsatilgan. Buni qisqacha qilib RAS deb ataymiz. Renin angiotensin aldosteron sistemasi. Bu qon bosimini uzoq muddatli kechki regulyatsiyasida ishtirok etadigan sistema hisoblanadi. Demak, bu yerda angiotensinogen degan modda bo'ladi va bu angiotensinogen jigar orqali ishlab chiqariladi. Jigarda ishlab chiqarilgan angiotensinogen qonda aylanib yuradi va qachonki buyrakdan renin sekretsiya bo'lgan paytda bu angiotensinogenni renin angiotensin 1 ga aylantiradi. Hosil bo'lgan angiotensin 1 maxsus ferment, angiotensinni o'zgartiruvchi ferment yordamida angiotensin 2 ga aylantiriladi. Bu angiotensin o'zgartiruvchi ferment qayerda bo'ladi? Demak, asosiy bu o'pkada joylashgan bo'ladi. Hosil bo'lgan angiotensin 2 keyin o'zining funksiyalarini bajaradi, qon bosimini ko'tarishda ishtirok etadi. Endi Captoprilga qanday aloqasi bor deydigan bo'lsak, Captoprilni yoki boshqa pril qo'shimchasi bor bo'lgan preparatlarning asosiy ta'sir mexanizmi ular nima qiladi? Mana shu angiotensin converting enzyme yoki angiotensin o'zgartiruvchi fermentni bloklaydi. Men bu preparatimiz mana shu fermentni bloklaydi. Endi bunaqa paytda angiotensin 2 miqdori pasayadi. O'shaning hisobidan qon bosimini ham pasayishi yuzaga keladi. Undan tashqari mana bu angiotensinni o'zgartiruvchi ferment boshqa modda, ya'ni bradikininni ham parchalanishini ta'minlaydi. Bradikininni fragmentlarga parchalab tashlaydi. Endi biz Captopril bergan paytimizda bu ferment ishlamayapti. Bu ferment ishlamaganda bradikinin miqdori avtomatik ko'payib ketadi. Bradikinin qanaqa holatga sababchi bo'ladi? Demak, bradikinin bu to'g'ridan to'g'ri o'pkadagi nima? Yo'tal retseptorlarni qo'zg'atadi. Demak, CAF retseptor deymiz bu narsani. To'g'ridan to'g'ri yo'tal retseptorlarni qo'zg'alishiga olib keladi. Undan tashqari bradikinin prostaglandinlar sekretsiyasini ko'paytiradi va bu prostaglandinlar mana bu retseptorni sezgirligini oshiradi. Demak, prostaglandinlar sezgirligini oshiradi bu retseptorni. Bradikinin bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri yo'tal retseptorlarni qo'zg'atib, insonning yo'talishiga sababchi bo'ladi. Undan tashqari bradikinin shilliq sekretsiyasini ham ko'paytiradi, ya'ni ko'z. Shilliq sekretsiyasi ko'payadi. Shilliq sekresiya bo'lganda bu nafas yo'llarini qo'zg'alishiga sababchi bo'ladi va yo'talga demak sababchi bo'lar ekan. Bu qanday qilib Captoprilda yo'talning rivojlanish mexanizmi. Endi buni qachon qabul qilish kerak? Ya'ni kunning qaysi paytida qabul qilish kerak degan savolga javob beramiz. Demak, Captoprilni ertalab qabul qilish mumkin yoki kechqurun qabul qilish mumkin. O'ylab ko'ramiz. Bu yo'tal chaqirish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kechqurun qabul qiladigan bo'lsa, uyquda muammo chaqiradi. O'shaning hisobidan buni ertalab tongda qabul qilish tavsiya beriladi va ikkinchi ko'rsatkichi nima bu? Ikkinchi ko'rsatkichi bu ovqatdan 30 daqiqa oldin ichish tavsiya beriladi. Nimaga? Chunki ovqat bilan qabul qilganda uni absorpsiyasi pasayadi, ya'ni so'rilishi pasayadi. Shuning uchun 30 minut oldin ertalab qabul qilish tavsiya beriladi. Endi agar yo'tal shakllanib bemorni bezovta qilaveradigan bo'lsa, Captopril qabul qilgan paytimizda biz bu Captopril dori vositasini boshqa guruh dori vositasiga o'zgartiramiz. Buni biz angiotensin retseptor blokatorlar deymiz. Masalan, valsartan preparati. Valsartan preparati bu to'g'ridan to'g'ri angiotensin retseptorlarni bloklaydi va qon bosimini pasaytiradi. Lekin u angiotensinni o'zgartiruvchi fermentga, mana bu fermentga ta'sir qilmaydi. O'shaning hisobidan bradikinin miqdori ham o'zgarmaydi va yo'tal kelib chiqmaydi.